Sizda yuz osilishi, ko'z yuzi tagidagi qorayishlar va peshonadagi ajinlar, bo'yin sohasidagi ajinlar va mana bunday lav izni atrofidagi ajinlar va yuzingizga tushayotgan asta-sekinlik bilan tushayotgan ajinlar qiynamoqdami? Unday bo'lsa, men sizga aynan buni oson va qiynalmasdan turib, botoks ukollarsiz va kosmetologga borib yuzingizni qiynamasdan turib, buni xalos etib beradigan mahsulotni tavsiya etaman. Kollagen tarkibida gialuronkasi mavjud bo'lib, aynan bu sizni yuzdagi ana shunday muammolaringizni hal etib beradi. Bu yuzga tabiiy ravishda botoks effektini beradi. Kursini to'liq iste'mol qilganingizdan so'ng sizda 90% ga yuzda o'zgarish paydo bo'ladi. Nafaqat yuzingizda, shuni unutmangki, balki organizmingizdan ham yoshartirib beradi. Ham ichki tomondan, ham tashqi tomondan. Bunday aytganda, bir o'q bilan ikki quyonni urgan bo'lasiz.